Men Qo'shoq maqsadli Minchilar aylim turg'uni mana Shalorumni boshlab kuzdik. May ayida ekkan edik. Hozir o'rishni boshladi, kombaynni solib, Xudoy buyursa gektardan 45 sentnerdan shalolishga Xudodan tilab turamiz. 2,5 gektar Jo'zra guruch ekilgan. Shundan gektardan 45 sentnerdan shalolamiz, 10 tonna tushum olamiz. Qo'shoq Baxtiyor Maqsalovich 2 gektar joylar ekdiganda mana pishdi. Shuni o'rdirib o'tamiz kombaynda. Bunun nemes qiyin tushumi 1 gektardan 5 tonnadan guruch beradi. 2 gektardan 10 tonna guruch olamiz. Shuni hozir boshladik. Endi Xudo xolasa mana bo'lib o'tadi, o'rib o'tamiz, jiyamiz endi. Men Abjalil Ulug'bek. Mana biz Minchilar ayilidan bo'lamiz. Elga jardam bo'lib, buna yangi texnika, zamonbop texnikalar keldi. O'sha bizning ayilda 40 dan oshiq texnika bor. O'sha elga ancha jardam bo'lib qoldi. O'shunta shallarni o'rib o'tamiz. 40 dan oshiq kombayn bor hozir bizning ayilda. Elga shu kombaynlar kelib ancha yengillik bo'lib qoldi. Yangi traktorlar kelib o'tadi. Dari chachattirgan samolyotlar kelib o'tadi. Mini ichine. Yangi traktorlar kelib o'tadi, buna haydab ekkeni. Mana bu yildagi bir 20 dan oshiq yangi kombayn keldi. Hozir mana oldingi pishgan joylarlarda o'rishib o'tadi. Dan bir ay, 1,5 oydan keyin bizros Andijandar pishadi. O'shalarda o'ramiz. Duyşa mayda başına ekilgan. Maydın 14'da gittiniz mi? Maydın 10'u ekkenmiz. Oyunda 10'u da ektik, mana kışlı Xudo xolasa. Üzre şul. Qanday bo'libdi axir, yaxshimi? Yaxshi. İnşallah Bir qarış oshibdi. So'zlar Yaxshi mana. Bir qarış. Bir qarış bo'libdi-da. Yaxshi. Bir qarış, ya yaxshi. Hozir bu oshi o'tib mana. To'liq pishibdilar ya. Pishdi-da. Tush yo'q. To'liq. Barakat versin. Shalini Yaxshi. Nima qilaman vaqt? Endi qanchalik Ko'var olash. Qancha farq olib chiqdi.
Eli hoş geçti oldu. Burada gel şey yapta. Çıkışlar